Yangi bir kubalik yem mishalkamiz. Ikkita priz somon. Yana bitta po'sta bo'ladi bunga. Maydaligini o'zi maydalayapti. Hech qancha bo'lgan yo'q ichiga, darrov shuncha maydalanadi. Bir 5 minut 8 minutcha ishladi hozir. Endi mana qolgan silos yemlarimizni, sho'rxalarni qo'shamiz. Mana bunda sho'rxa. Buning ustida rapsga kepak, siloslarni qo'shamiz hozir. O'zini maydalayapti. Tomonda maydaligi. Bular og'darasanmi? Silosda og'darib yuborchi. Uchta qo'shasizlarmi? Hozirgi yangi silosdan. Doni yo'q. Doni yo'q ekanda, so'rasa. Doni yo'q. Ko'raman, ichida don topolmadim. Pishmagan makka ekan. Mana silos. Ichida don yo'q. Changi ham yo'qoladi hozir, chiqagan chang ham silosdan keyin. Yana bitta qo'shib o'raver. Yomon, bunaqa silos ekanda bu da bu. Tortishi, aylanishi. Kepak tashlayveramiz usta. O'zi maydalab aralashtirayotgan yem mishalkamiz. O'rab olavering ponni. Arash ketaveradi, to'kib tashlayvering. Uchinchisi. Yem mishalkamiz 380 ga ishlayapti. Keskin emas. 380 motorlar zashtan qilib o'ralgan mana. Havo almashtirgan joylari qo'yilgan. 380 ga ishlayapti. Sal yarganacha qo'sh. Ko'p bersin ayog'ini ortib qo'yamiz deyapman-da uni. Qaynab chiqadi. Kepakda ham solasizlarmi yana? Bo'ladi. Daqs shiroti. O'zimizni qo'ylarga ham yem tayyor bo'lyapti. Reaksion yem. Kepaklar sekin yoyilyapti. Nimalar uvib, qolganini tashlayapsizlar. Bir 10 kilo bormidi? Oda bo'lib, aralash ketadi o'zi. Mishalkalar g'ildiraklari bor. Mana aqbaqa surib olish kerak bo'lsa. Hamma balonida bor. G'ildirak baquvvatidan qo'yilgan. Kraskadan keyin yopishtiriladi, yanchar bilan to'ldirilgan drabilkamiz. Yem mishalkamiz. Mana somonlargacha yopishib nima bo'lib ketyapti? Somonga ham qami urib ketyapti. Mana sho'rxadan ham tashlaysizlar. Bir yamini qo'shasanmi? Ha. Akmalxon. Sho'rxa qo'shayotgan. Bo'ladi. Bitta tushsunchi.
tortib olib kirib ketyapti aylantirib. Usta tegmay qo'yavering, o'zi yursin. O'zi yurayotgani ko'rinsin bu yerda. Buni katta kubalilar kerak bo'lsa, katta kubalini ham bo'lyapti, 3 kubaligi ham tayyor bo'lyapti. Yopishib somonlargacha silos nimasi urib ketyapti. Cho'rqalar ham yoyilib ketdi. To'ppasda. Yurib to'xtab qoldi. Motorlarda hech qanaqa kuchanish yo'q, yengil ishlayapti. Nimalari. Gemimiz yana jinday aralashsa, vaqt ko'payib ketyapti videoni pauza qilib. Yana bitta ko'ramiz hozir, aralashib, bular bir-biriga yopishib olsin. Bunday qo'yib bersak, hamma joyida kunja cho'rqalarimiz, kepaklar hamma yem yumshab ham ketadi-da, bunday aralashtirsa. Qo'ylar mazaqi ekin bo'ladi. Hamma yo'g'ida nimalar yoyilyapti o'zi. Somon yana maydalashyapti. Pichoqlar kesaveradida chiqadi aylanganda. O'sha jinday tursin, bir 20 minut turish kerak bunda. 20 minut tursa, buda bob bo'ladi. 20 minutlik video qilsak, cho'zilib ketadi. O'zini tayyor bo'lsa ko'rsatamiz.